Assalomu alaykum. Bugun Minna Nihongo darsligining 3-darsi Renshu A 3-qismi bilan tanishib chiqamiz. Mono hito wa basho desu. Bu ayol Tanaka. Tarjima qilamiz. Kono hito wa Tanaka-san desu. Bu yer qabulxona. Tarjima qilamiz. Koku wa uketsuke desu. Endi Tanaka qabulxonada degan gap tuzamiz. Qanday bo'ladi? Tanaka-san wa uketsuke desu. Tanaka-san wa uketsuke desu. E'tibor beramiz. O'zbek tilida bu gapni tuzganda Tanaka qabulxonada da degan qo'shimcha qo'shish orqali, ya'ni kelishli qo'shimchalarni qo'shish orqali qayerda ekanligini ifodalansa, yapon tilida kelishli qo'shimchalari qo'shmasdan ifodalanadi. Tanaka-san wa uketsuke desu. Uketsuke bu qabulxona deydigan bo'lsak, da qo'shimchasi bu yerda ishlatilmayapti. O'shanga e'tibor beramiz. Tanaka qabulxonada. Tanaka-san wa uketsuke desu. Qaytadan ko'rib chiqamiz. Birga talaffuz qilishga harakat qilaylik. Tanaka-san desu. Uketsuke desu. Tanaka-san wa uketsuke desu. Bu ayol univermagga soat olgani kelib, u yerdagi univermag ishchisidan soat rassasi qayerda joylashganini so'raydi. Ishchi unga rassa qaysi qavatda joylashganini tushuntiradi. Xuddi shu vaziyatni biz yapon tilida ifodalashga harakat qilamiz. Demak, soat rassasini qidirayotgan ayol xodimdan, o'sha xodimadan qayerdaligini so'raydi va u qaysi qavatda joylashganini aytadi. Savol. Kechirasiz. Soat rassasi qayerda? Tarjima qilamiz. Sumimasen. Tokei uriba wa doko desu ka? Sumimasen. Tokei uriba wa doko desu ka? Xodim esa javob beradi. Soat rassasi 3-qavatda. Tokei uriba wa 3階です. Tokei uriba wa 3階です. E'tibor beramiz. Bu yerda ham 3階, 3-qavat degan so'zdan keyin to'g'ridan-to'g'ri tasdiqni ifodalovchi des kelyapti. Ya'ni da qo'shimchasi yapon tilida qo'shilmaydi. 3階. Bular soat rassasi 3-etaj deb aytishadi. Bizda soat rassasi 3-qavatda deb gap tuziladi. Demak, 3階bu 3-qavat. Qavatni ifodalovchi sufiks bu kay yoki gay sufiks hisoblanadi. Sonlarga to'g'ridan-to'g'ri kay yoki gay sufiksini qo'shish orqali biz qavatlarni ifodalaymiz. Birinchi qavatdan to 10-qavatgacha qanday bo'ladi ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi qavat. Ikkay. E'tibor beramiz. Bir so'zi ichi va kay qo'shimchasi, ya'ni qavatni ifodalovchi sufiks kayni qo'shish orqali ikkay, ichi, chi harfi kichkina tsuga o'zgarib ketadi. Ikkay. Ikkinchi qavat. Nikay. Bu yerda hech qanday o'zgarish yo'q. Uchinchi qavat. Sangay. E'tibor beramiz. Kay so'zi 3-qavatni ifodalaganda ga harfi, ya'ni jarangli harfga o'zgarib ketadi. Sangay. Bu k harfi, ya'ni jarangsiz undoshning jarangli undoshga o'tkazishi undan oldin kelayotgan burun tovushi sababli jarangli undoshga aylanib ketadi. Sangay. 4-qavat. Yonkay. 5-qavat. Gokay. 6-qavat. Rokkay. E'tibor beramiz. 6 raqami roku. Lekin
kay qo'shimchasi qo'shilganda rokuni kusi kichkina tsuga o'zgarib ketib rokkay deb talaffuz qilinadi. Rokkay. 7-qavat nanakay. Nanakay. 8-qavat hakkay. Hakkay. Bunda ham 8 so'zi hachi degan so'z, lekin undan keyin kay so'fiksi kelishi orqali kichkina ts harfiga o'zgarib ketadi. Chi harfi kichkina tsga o'zgaradi. Hachkay emas, hakkay. Hakkay. Keyingisi 9-qavat kyukay. Kyukay. 10-qavat jukkay. Jukkay. Jukkayda ham 10 raqami ju, ya'ni kichkina yu harfidan keyin u harfi keladi, lekin kay qo'shimchasi qo'shilganda kichkina s harfiga o'zgarib ketadi va jukkay deb talaffuz qilinadi. Jukkay. Va nechinchi qavat savol so'zi esa nangay. Nangay. Odatda savolni ifodalaganda qo'shimchalar 3-raqamga moslashadi. 3-raqamda sangay bo'layotgani uchun savol so'z ham nangay bo'lib keladi. Nangay. Demak, qavatni ifodalovchi so'zimiz bu kay yoki gay sufiks orqali ifodalashimiz mumkin. Hieroglifi quyidagi shakl. Demak, kay yoki gay. Gay asosan sangay yoki nangay savolni ifodalovchisidir. Kaylar degan barcha shakllarda kay ishlatamiz. Demak, o'zgarishlarni nimalar o'zgaradi? Yana bir marta ko'rib chiqamiz. Demak, 1-qavat o'zgaryapti. Ikkay. 3-qavat o'zgaryapti. Sangay. 6-qavat o'zgaryapti. Rokkay. 8-qavat o'zgaryapti. Hakkay. Va 10-qavat o'zgaryapti. Jukkay. Endi umumiy boshidan bir marta takrorlab chiqamiz. Men yapon tilida aytaman, sizlar esa menga qo'shilib birga talaffuz qilishga harakat qiling. Ikkay, nikay, sangay, yonkay, gokay, rokkay, nanakay, hakkay, kyukay, jukkay. Savol nangay. Tezroq talaffuz qilaman. Ikkay, nikay, sangay, yonkay, gokay, rokkay, nanakay, hakkay, kyukay, jukkay. Savol nangay. Boyagi mashqimizni davom ettiramiz. Bu safar bu qiz oshxonani qidiryapti. Oshxona shokudo. Endi savol beramiz. Oshxona qayerda deb savolga xodima uni etajini ifodalaydi. Ya'ni 5-etajda deb javob beradi. Buni yapon tilida ifodalashga harakat qilamiz. Savol. Shokudo wa nangai desu ka? Oshxona nechinchi etajda? Shokudo wa nangai desu ka? Javobi 5階です. 5階です. 5-etajda. Keyingi mashqimiz galstukni bo'yinbog' rassasi qayerda degan savolga 1-etajda deb xodima javob beradi. Demak, savol. Nektai uriba wa nangai desu ka? Nektai uriba wa nangai desu ka? Javobi 1階です. 1階です. Keyingi mashqimiz oyoq kiyim, poyabzal rassasi, kutsuriba. Demak, poyabzal rassasi qayerda degan savolga 2-etajda deb javob beradi. Savol. Kutsuriba wa nangai desu ka? Kutsuriba wa nangai desu ka? Javobi 2階です. 2階です. Keyingi mashqimiz bu kitob rassasi. Kitob rassasi hon uriba yoki honya deb ham
aytish mumkin. Biz rastani ifodalovchi so'z bu uriba so'zini qo'shish orqali joy nomiga uriba so'zini qo'shish orqali yasaladi degan edik. Uriba so'zdan tashqari ya qo'shimchasini qo'shish orqali ham rasta so'zini ifodalash mumkin. Misol uchun, kitob rastasi o'nga, soat rastasi tokeya, oyoq kiyim rastasi kutsiya deb ham atash mumkin. Demak, savol: kitob rastasi qayerda degan savolga javob qayerda? 4-etajda deb javob beradi. Savol: 今夜は何階ですか? 今夜は何階ですか? 4階です。4階です。Keyingi mashqimiz. Bino rastasi qayerda degan savolga bino rastasi Vaynoliba. Javob: podvalning 1-etajida, yerto'laning 1-etajida deb javob beriladi. Savol: Vaynoliba wa nangai desu ka? Vaynoliba wa nangai desu ka? Javobi: Chika 1階です。Chika 1階です. Ya'ni podvalning 1-etajida. yoki chika desu. Podvalning podvalda deb aytish ham mumkin, javob berish ham mumkin. Keyingi mashqimiz. Savol beraman va javobini ham aytib o'taman. Men savol bergandan keyin sizlar videoni to'xtatib, o'zingizlar javob berishga harakat qilinglar. Biz boshladik. Jido hanbaiki wa nangai desu ka? 3階です。会議室は何階ですか? 6階です。食堂は何階ですか? 地下1階です。Keyingi slaydimiz bu o'zingizlar uchun mashq qilish uchun material. O'zingizlar mustaqil mashq qilishinglar mumkin savol va javob bilan. Biz esa keyingi slaydga o'tamiz. Bu o'tilgan grammatika bo'yicha mashqlar. Demak, mashqimizni boshlaymiz. Bu nima? Yapon tilida "Kore wa nan desu ka?" Javobi soat. Tokei desu. Davom etamiz. Soat qayerda? Tokei wa doko desu ka? Javobi kutish zalida. Lobby desu. Xuddi shunday qilib, keyingi mashqlarni ham ishlashga harakat qilamiz. Demak, bu nima? Kore wa nan desu ka? Kompyuter. Kompyuter desu. Kompyuter qayerda? Kompyuter wa doko desu ka? Mening xonamda. Watashi no heya desu. Keyingi mashqimiz. Bu nima? Kore wa nan desu ka? Stul. Isu desu. Stul qayerda? Isu wa doko desu ka? Ofisda. Jimusho desu. Endi shu grammatikaga oid darslikdan Renshu B, ya'ni B mashqlarini bajaramiz. Misol keltirilgan rey. Misolda jido hanbaiki, ya'ni avtomatik sotuv uskunasi va qavschida nikai 2-etaj deb berilgan. Bundan biz savol va javob qilib gapiramiz. Savolimiz: jido hanbaiki va doko desu ka? Ya'ni o'shaning qayerdaligini so'raymiz va qavschidagi, bu qayerda joylashganini o'sha qavschidagi so'z bilan ifodalaymiz. Nikai desu. 2-etajda. Demak, 4 ta misol berilgan. Misollardagi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol: toire 2 階, tualet 1-etaj. Ikkinchi misol: Tereza-chan, kyoshitsu. Tereza, auditoriya. Uchinchi misol: shukudo, chika, oshxona, podval. To'rtinchi misol:
会議室の鍵、事務所。Majlislar xonasining kaliti, ofis. Endi mashqlarni yechishga harakat qilamiz. Birinchi mashq. Tualet qayerda? Toire wa doko desu ka? Birinchi etajda. Ikkai desu. Birga aytaylik. Toire wa doko desu ka? Ikkai desu. Ikkinchi mashq. Tereza qayerda? Tereza-chan wa doko desu ka? Auditoriyada. Kyoshitsu desu. Birga aytaylik. Tereza-chan wa doko desu ka? Kyoshitsu desu. Uchinchi mashq. Oshxona qayerda? Shokudo wa doko desu ka? Podvalda. Chika desu. Birga aytaylik. Shokudo wa doko desu ka? Chika desu. To'rtinchi mashq. Majlislar xonasining kaliti qayerda? Kaigishitsu no kagi wa doko desu ka? Ofisda. Jimusho desu. Birga aytaylik. Kaigishitsu no kagi wa doko desu ka? Jimusho desu. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.